Obunachilarga arzon qilib berish varianti bormi, yo'qmi? Albatta bor bizda. Javob. Javob. 2013-yil havomizga chiroyli holatda sifatli qilib metan ustunovka qilib berdik. 8 ta 130 talik bilan 4 tasi yangi, 4 tasi rabochiy. Bizda shunaqa variantlarimiz ham bor, ya'ni ko'p ishlatilmagan rabochiy balonlar ham top berish variantlarimiz bor. Motor qismini ko'rishlaringiz mumkin. Idealniy holatda original ikkita reduktorlari bilan bobinalarni zo'r terib, o'zini porshunni yo'nib, chiroyli holatda ekonom variantda ustunovka qilib berdik. Akalar, chana joylarini ko'rishlaringiz mumkin. Lentalarni zo'r qilib tortib, kraskalab, idealniy holatga keltirdik. Glushiridan uzoqroq qilishimiz uchun akkumulyatorni ko'ndalanga qo'yib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin, qishda muzlab qolmasligi uchun poglan chiroyli holatda qo'yib berdik. Eng glavniy ustamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Aka, bitta savol beraman. Obunachilarga arzon qilib berish varianti bormi, yo'qmi? Albatta bor bizda. Javob. Javob. Akalar, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, aynan shu bolam o'zi javob beradi. Ya'ni arzon qilib beradi. Boshqa joylardan anchagina arzon qilib berishga kafolat bor. To'g'rimi? To'g'ri. Faqat bitta shart, bizning profilimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Hammaga rahmat. Aloqaga chiqinglar, arzon va sifatli narxda metan ustunovka qilib beramiz.